Bu darsimizda выставка me'yorlar qatori bilan tanishib chiqamiz. Dasturga kiramiz. Выставkaga o'tamiz. Mana bu joyda uskunalar bor. Endi Dual Strength xuddi mana bu bosh sahifani asosiy ko'rinishi, bunga o'zlaring xohlagan ko'rinishdan qo'ysalar bo'ladi. Endi pustoy Strength. Aytaylik, mana shu yerda so'z yozgansizlar, bironta so'z mana bunday qilib yozib ko'rsatib bering. Endi bo'ldi. Mana shunday so'z yozgansizlar. Mashitdan keyin sizlarga pustoy stransiya kerak. Mashitni bitta belgilab, pustoy stransiyaga bossangiz yangi ochib beradi. Yoki mashitdan keyin ham bitta kerak, pustoy stransiya bo'ldi. Mana bu nima? Mana buni ham o'zgartirib ketdik. Aynan sizlar ko'p gap yozgansizlar mana. Ko'p gap yozgansizlarda faqatgina mana bu joydan boshlab pastga o'tib ketish kerak. Mana pustoy stransiya ham qilsa bo'ladi yoki bo'lmasa pastligini bossa ham butunlay pastga o'tkazib beradi. Ko'rdingizmi? Endi tablitsa bu jadval. Satr va ustun degandek jadval bu. Mana bunday qilib yoncha yoki bunday qilib ustunga qilsa bo'ladi. Shuni o'zlaringa xohlaganlaridek qilib sozlat qolasizlar. Endi rasm qo'yish, rusumkaga bossalaring, rasm tanlash chiqadi, rasm qo'yib olasizlar mana. Rasm qo'ydik. Endi figura. Bu shakllar. O'zlaringga yoqqan bironta shaklni tanlaysizlar. Aytaylik, mana shu shakl yoqdimi? Belgilab shuni chizib olasizlar mana. Chizib qo'yasizlar. Endi Smart Art. Buni o'zlaring xohlaganlaringizni tanlab OK qilsalaring, o'sha diagrammani qo'yib beradi mana. Diagrammalar bu asosan Excel orqali ishlaydi. Aytaylik, biron bir foiz tomonidan ko'rsatib beradigan diagrammalar mana. O'zlaring namuna asosida qilib olasizlar. Belgilab OK bossalaring, bu avtomatik Excel ochib beradi. Endi vstavkaga o'tamiz yana. Vstavkaga o'tib Cinemog. Bu narsa ekranimizni rasmga oladi. Bu bizga kerak emas. Bizga ekranni rasmga olish uchun print screen degan knopkamiz bor. O'sha orqali rasmga olsang bo'ladi. Mana bir marta bosdik va Ctrl V ni bosdik. Mana ekranimizni rasmga olib tashlab beryapti. Bo'ldi. Endi yana pastga tushamiz. Pastga tushamiz. Agarda sizlar mana shunaqa paytlari pastga tushmasa, ko'rsatilgan tomonga qarab ikki marta sichqonchani chap tomonni bossalaring, o'sha joyga olib borib beradi. Magazin bu ham kerak emas, bu ham kerak emas. Bu video через internet orqali video oladi. Bu silka, gipersilka degani bilasizlar, o'zi tushunchalaring kerak deb o'ylayman. Biron bir matn yozaylik mana. it-kurslar.uz deb yozaylik-da. Endi mana shuni belgilab bunga gipersilka qo'yib qo'yaylik. Ya'ni qayerda ko'rsatishimizni qo'yib qo'yamiz. Bironta faylni ochishni ko'rsatamiz yoki bironta ochgan narsalarimizni yoki post oxirgi nimalardan qo'yib qo'ysak ham bo'ladi mana. Yoki bo'lmasam elektron pochtamizni, shunga o'xshagan narsalar qo'yib buni belgilab qo'ysak bo'ladi. Zakladka. Buni belgilab zakladkaga bossak, bu tanlanganlarga qo'shib qo'yadi. Bo'ldi. Mana bu esa belgilagan so'zimizga izoh yozish. Mana chekkadan chiqib turadi. Izoh onlayn video kurslar. Bo'ldi. Bundan chiqib ketsak bu yo'q bo'ladi. Mana shuni ustiga bossak, bu o'zi paydo bo'ladi. Ko'rsizlar? Bu nima? Bu vertniya колонка titel degani tepa qismga yozuv. Tepa qismga bir xil hujjatlarda bilsalaring tepa qismga yozuv chiqadi yoki biron bir so'z yozib qo'ygan bo'ladi-yu. Mana shuni belgilab tepa qismga bironta so'z yozib qo'ysang bo'ladi, keyin zaklib qilib qo'yasizlar. Bu bundan keyingisi esa pastki qismiga. Mana bunday qilib pastki qismga mana yozib qo'ysak bo'ladi. Mana. Nomer stransiya bu degani sahifalarda xohlagan joyiga raqam qo'yish degani. Ko'raysizlarmi? Tepa, past yoki bo'lmasam chap tomon, o'ng tomon yoki bo'lmasam boshqa qismlariga avtomatik sahifani
raqamini qo'yish. Bu esa biron bir so'zni biron bir joyga moslashtirirish deyiladi. Mana bitta so'z yozib qo'ying. Mana shunaqa nima o'z avtomatik so'z yozib berdi. Mana shu joyga o'z avtomatik moslaydi. O'tgan darsimizda matnlar bilan ishlashda ham bor edi, eslaringda bo'lsa, bitta joyga rasm qo'ydik deb, bitta joyga matn qo'ydik-ku, xuddi shuni ham ishlasangiz bo'ladi. Endi mana bu avtotekst. Menimcha bu xudanavi rus tili yoki ingliz tiliga o'xshagandek bizga uncha ko'p kerak emas. Endi word art. Buni adashmasam boshida o'tganmiz, ya'ni mana bu qismda o'tganmiz. Endi soat. Mana shu biron bir joyimizga soat qo'ysak bo'ladi. Okey qilib qo'yamiz mana soat. Biz kalant tillarimizga ham soat qo'ysak bo'ladi shuni ham. Bu kerak emas. Bu geometrik funksiyalarni qo'yish joyi mana. Geometrik funksiya qo'ydik. Bu esa turli xil simbollar. Ya'ni kompyuterimizda yozish imkoniyati yo'q simbollarni qo'yib beradi mana.